Assalomu alaykum, hurmatli Humo mebel kuzatuvchilari. Hop, Oltinko'ldagi qizil mebelimizni ham o'rnatib oldik. O'z nihoyasiga yetdi ustanovka jarayonlari. Hop, bu o'stirishimiz ham bitdi, kattagina bo'lib chiqdi. Mana 1,5 metrga 1,20 razmerda joylab berganmiz. Oshxona mebelimiz razmeriga kelsak, 7 metr joyga joylashtirib berdik. Hop, bonusiga bitta vitichkasini ham qo'shib berganmiz. Vitichkasi sensorli, $100 vitichkasi bo'lgan. Bu yerga kargolarni qo'yib berganmiz. Mexanizmlar hammasi vakuumlidan bo'lgan. Xo'p, bu yerga qoshiq soladigan paddonlari tagiga o'zimiz qo'lg'ola qilib, tuz idish, naborlar, shunaqa idishlarga joq tashab ketganmiz. Pastda tandemning roligi bor. 40 kilogacha yukni bemalol ko'taraveradi. Xo'p, bu yerga internetda moda bo'layotgan o'sha mashhur $100 nimadan qo'yib berganmiz, mo'ykasidan qo'yib berganmiz. Buni narxi 1,300,000 so'm bo'ladi. Tepasiga sushulkasi ham bor. Bo'ylari juda baland bo'lgan, 270 joyga joylashgan. Tepasiga bo'y yetmaydi, ochib beraman desam, endi polkalari 2 qavatdan bo'lgan, mana ichiga idish ko'p ketadi. Bu yerga idish yuvadigan mashinasiga, kir mashinasiga joy tashab ketganmiz. Bu yerga barni stoykalarini ham joy qilib ketganmiz. Barni stoykasini uyda egasini xohishiga qarab joylashtirib berganmiz. Hop, bu yerga mikrovolnovka, duxovkalar joylashtirib berganmiz. Yoniga bitta xolodilnik qo'yib qo'ysak bo'ldi. Xudo xolasa, ishimiz tayyor. Rangini xonadon egalari o'zlari tanladi. Qizilga qora kombinatsiya qilib beraylik dedi. Qizilga qora kombinatsiya qilib, kafellarni ham bonusga bosib ketganmiz. Kafel ham 60 ga 60 granit qimmat kafeldan bo'lgan. Gaz plitani o'zi oldi, uyda egasi. Biz bonus mebelni ichida kirmaydi bu. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bepul. Voha bo'ylab kelishilgan narxlarda xizmat ko'rsatishlar bor. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kimga mebel, oshxona mebel yasattirmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Bonuslarimiz juda ham ko'p. 5 metrdan oshiq bo'lsa, shu vitichkamizni bepul o'rnatib beramiz. Bu chekasiga aytib o'tishim kerak. Hop, uyda egasi o'zi zakaz qildi. Oynali bo'lib, ichi yorug' tursin degan uchun shunday qilib polkali qilib berganmiz. Oynali qilib, qora oynadan, qimmat oynadan qo'yib berganmiz. Petlelar hammasi vakuumli. Barchaga rahmat. O'zbekiston bo'ylab qaytarib o'tamiz, xizmatlarimiz mavjud.